Mikrofon qo'shing. Hammasi qo'shing. Siz mana Sulaymonov Diyorbek. Hammasi qo'shing. Kamera yoqsin, ular kamerada ko'ring ular. Ha, yoqsin. Ulangandan keyin yoqsin. Chiqib ketmay tursam, qolganlardan yo'q. Hozir mikrofon chiqing. Assalomu alaykum. Hurmatli nomzodlar. Iltimos bo'ladi, kameralarni yoqib qo'yinglar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Diyorbek. Firdavsmi? Firdavsbek eshitilyaptimi sizga? Mayli, xullas hozir biza mana suhbat komissiyasi a'zolari bilan birga birma-bir suhbatlashamiz. Shu ro'yxat boshidan boshlab boshqalar ожиданиеda kutib turadi. Sulaymonov Diyorbek. Chiqib ketmasdan ожиданиеda kutib turinglar. Nega chiqmasdingiz? Assalomu alaykum. Sulaymonov Diyorbek, yaxshimisiz? Tushundingizmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kim u gapiradi? Ovozim eshitilyaptimi? Yonida kimdir borda. Yoningizda kim bor? Diyorbek, eshitilyaptimi bizning ovozimiz? Diyorbek. Ovoz eshitilyaptimi, ovoz? Ovoz eshitilmayapti menga. Ronaldo da vardı. Burada yapıyor. Bak yani. Sen Ronaldo'nun da devam değil. Yoningizda kimdir gapiryapti, bizga eshitilyapti. Unga eshitilmayapti ular. Buxorolikmi deyman? Buxorodan ham. Toshchi guju qilyapti. Alo, Diyorbek. Ha, assalomu alaykum. Ha, ovozing eshitilmayapti bizga. Yo'q, sizlardan ovoz eshitilmayapti menga. Bizga hammaga eshitilyapti. Buni to'g'rilash kerak. Siz yoningizdagi kimdir gapirayotganlar bizga eshitilyapti. Ya uniki eshitilyapti, bizda eshitilyapti. Hozir eshityapsizmi bizda? Yo'q, eshitilmayapti sizlarning ovozimdan menga. Qaytib kiraymi yo? Ha, qaytib kiring, unga boshqasini ulab turamiz. Firdavs. Ha, yo'q. Farqi yo'q, men buni qaror aytyapman. Mana ya Shukur Salimov bor. Iltiformi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shukur Salimov Iftixor Ulug'bek o'g'li. Ha.
Lomonosov nomidagi Moskva davlat universiteti talabasi ekansiz. Tugatdingizmi? Tugatdim. Hali mehnat faoliyatini boshlamaganlar. Marhamat. Savollar bo'lsa. Birinchi o'zlari to'g'risida gapiramiz. Ham savol. Ta'riflari bor, qaysi uch taraflar bor, nimaga yo'nalishlar. Savol eshitilmayapti. To'g'ri, siz birinchi o'zingiz haqingizda aytib bering, nimalarni egalladingiz institut bitirganingizda, axborot Ha. texnologiya sohasida nimalarga erishdingiz, nima hujjatlaringiz borki, biz uni ko'rib chiqishimiz kerak. Hop. Lomonosovda прикладная математика va informatika yo'nalishida o'qib bitirdim. O'qiyotganimda Python, Django'ni o'rgandim. Django bilan ozgina ishlab ham ko'rdim. Outsource kompaniyada. Djangodan tashqari Fastap'ni ham bilaman. Va ba'zi danishlar bilan ishlaganman. Postgres serverlarga приложениyani noldan ko'targanman. Rasmiy qaysidir bir ishxona bilan ishlaganmisiz? Yo'q, rasmiy ishlamaganman. Norasmiy ishlagan ishxonalar aytib bera olasizmi? Hop, aytdim, outsource kompaniya, ODMSoft deb nomlanadi. U yerda biza internet magazin qilganmiz. Shu ishda savol boshidan qaytara olasizmi? Shu proyektingizda kim sifatida ishtirok etgansiz deyman. Junior backend разработчик sifatida ishtirok etganman. U yerda Hop, keyinchi u yerda Django REST framework orqali API'larni frontendga chiqarib berganman. u realizatsiya qilganmiz proyektda. O'zi ommaga berilgan internet magazin. Ukurda bor. Qaysidan? Ukur mobil deb yozsangiz birinchi doza chiqib keladi. U Ukraina davlatiga internet magazin bo'lgan. ukr-mobil.com. ukurmobil.com. O'ziz rejangiz qanaqa nimani ish faoliyati boshlash yuzasidan? Qayergadir murojaat qilib ko'rdingizmi bizlardan oldin? Beeline'ga murojaat qilib ko'rdim va Uzcardga. Hozir yoddan ham suhbat bo'ladi. Suhbatga borishim kerak bo'lgan. Men bu iftixor siz bilan gaplashganman o'zi. Bir ikki marta sinab ham ko'rdim. Nima deydi? Men o'zim fikrimni aytaman, chunki hozir vaqtda olmaslik uchun boshqa savollar bermayman-da. Siz bizda nimani ko'ryapsiz? Videniyingiz qanaqa uzak sug'urtada ishlash yoki uzak sug'urta to'g'risida? Ulug'bek bilan gaplashganda shu Python Djangoda ish bor deb suhbat oluvdik. Agar o'sha yerda ish bo'lsa, yanada tajribamni orttirish maqsadida ish qilyaptim.
Bu narigi ikkita kompaniyaga rezyume bergansiz, uni suhbati bo'ldimi, bo'lmadimi hali? UzCardda bo'ldi. Pozitsiya ochilib qolsa chaqiramiz deyishdi. Suhbatga yana Beeline'da hali bo'lmadi. Bizga nima talablaringiz, nima takliflaringiz bor? Aa, Bilmasam, so'rashni ham bilmayman hali. Qancha maosh kutyapsiz bizlardan? 8 milliondan yuqori bo'lsa komfortli hisoblanadi. Bugungi kunda yana necha loyihada ishtirok etyapsiz? O'zingiz частный loyihalaringiz bez официальный shartnomasisiz. Shartnomalarsiz yana bitta loyihada ishtirok etolman. Bu yerda texpodдержкаlarga искусственный интеллект bog'lab berish programmasi. Misol uchun Sizmi yo'qmi? Искусственный интеллект bo'layotgan bo'lsa, через Python Python orqali ulanadi. No, искусственный интеллект men yaratmayman. Yaralgan anaqalar bor, искусственный интеллектlar. O'shani birlashtirib bitta programmada chiqarib beraman. yo'da ham shu junior backend anosida o'yinda qatnashamiz. Yo'da endi proyektniy работа ishlagandan keyin ish bo'lmay qoladi. Shuning uchun neofitsialniy. Boshqa savollar bormi? Rahmat. Javob Diyorbek. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Eshitilyaptimi endi? Ha, eshitilyapti, hammasi yaxshi. Qo'nimga bo'ldi. Boshqa bo'ladi. Boshqa telefon. Xo'p. Marhamat, Diyorbek, o'zingiz haqingizda gapirib bering qani? Ismim Diyorbek, familiyam Sulaymonov. 2004-yilman. Tatuda o'qiyman. Ta'lim shakli sirtqi. Front-end dasturchisiman. Najot ta'lim tugatganman. Aprelda tugatgandim. O'shandan keyin bir ikkita chet el kurslarda o'qib, yana o'zimizning kurslarda o'qidim. O'z ustimda ishlashim uchun, rivojlanishim uchun. Hozir 3-bosqich talabasimisiz? Ha, 3-kursman. Biror bir loyiha qilganmisiz o'zingiz yoki loyihada ishtirok etganmisiz? Produkt yaratganmisiz? Ha. Domenda turgan o'zimning loyihalarim bor. O'zimning veb-saytim, keyin bitta o'quv platforma qilgandik bitta kursda. U ham domenda turibdi. Keyin yana kursdoshlarimiz bilan o'zimiz bitta joy olib, backendchilar, frontendchilar o'tirib birga ishlaganmiz. Frontend ko'p necha yildan beri tajribangiz bor? Necha yil tajriba bor frontendda?
Front-endni o'zi o'rganishni avgust oyida boshlagandim. Bu yil avgustda 1 yil bo'ldi. Tugatganimda aprelda edi. Bu sanab o'tgan proyektlaringizda sizdan boshqa yana nechta front-end qatnashgan? Uni bir o'zim qilganman. Havasi. Front-end anasini siz yopgansiz o'sha blokni, to'g'rimi? Ha, noldan yozib chiqqanmiz. Nima dedingiz? Qaysi saytlar dedingiz? Qaysi sayt? Domen. Qaysi domenlarni yaratgansiz? Realizatsiya bo'lgan proyektingiz qaysi domenda ko'rsak bo'ladi? O'zimni portfolyomda bor. Dior.dev deb yozsangiz yoki ismimni yozsangiz Google'ga chiqadi. diordev.uz. dior-dev.uz. Linkini tashlab yuboraman. Ommaga chiqarilganmi, uni foydalanadimi saytdan? Ha. Yo'q. Boshqatdan ayting, yo'q. Ana produktlarni ayting dedim. Hozir saytingizni aytdingiz menimcha. Bu saytimni ichida qilgan proyektlarim bor portfolio qismida. Ha. Ayting, Dior Dior.dev. dior-dev.uz. Developer degani. Dev. Hozir Ulug'bek akaga linkini tashlab qo'ydim saytni. Men bu yerga shuni yoza olay ekan. Brauzerga sholim. Men yoza olamanmi chatda? Yo, bo'ldi, o'zimiz yozamiz. Dior-dev. Shuni portfolio qismiga o'tsangiz, o'sha yoqqa qilgan proyektlarimning hammasi bor. Birinchisi o'quv platforma. Ungami? Yo, bizga ko'rinyapti. Bu ham linkini tashlab qo'yaman. Kerak magazinmi? Diyarbek, ingliz tilini bilish darajangiz qanaqa? Ingliz tili pre-intermediate darajam. Otay Saidov Jo'raboy tadbirkor ko'rsatgan ekansiz. Qaysi yo'nalishda tadbirkorlik qiladi bilsa bo'ladimi? Bu kishi nima Rossiyada ishlaydilar o'zi otam. O'sha yoqqa olib uy shunaqa ta'mirlaydilar. Toshkentda doimiy yashash joyingiz bormi? Toshkentda o'zim vaqtinchalik propiskaga egaman. O'zim asli Buxorodaman. Tushunarli. Bizdan nima takliflaringiz bor bizga? Nima talablaringiz bor? Nima takliflaringiz? Shu UzAgro sug'urta aksiyadorlik jamiyatining axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari bo'limiga o'sha kirmoqchi edim. Bo'ldimi? Shu kungacha hech qayerda ishlamaganmisiz? Yo'q. Haftalni ishlamadik. Ishlab ko'rmadim hali haftalni. Qancha oylik kutyapsiz? Aytmadilar, men kirsam bo'ldi dedilar.
Sizga faqat mehnat shartnomasi bo'lsa bo'ldi, ikkinchi odamga boshqa hech narsa kerak emas. Yo'q endi, albatta oylik bilan bo'ladi-da. O'sha Ha. qancha o'zi kutilayotgan aytadi. Talabingiz. Предпочтение deydi ko'rishtiruvlar. O'rtacha shu 6-7 million. Men kutayotganim shuncha. Endi shunda nima o'zaro sug'urta uchun qanaqa bera olasiz, nima qilsak bo'ladi deysiz? Faqat shu front-end yo'nalishi bo'yicha navbatlar bera olasiz, to'g'rimi? Kechirasiz, ovozingiz yaxshi eshitilmadi boshidan. O'zaro sug'urta nima kutadi shunda sizga bu 6 million oylik bersa deylik. Front-end yo'nalishdami faqat o'sha nima bu front-end adashmasam dizaynga javob beradi. Yo'q, hozir front juda keng qamrovli bo'lib ketdi-da. Backendda ham yarmini olib qo'ydi. Backendga faqat shu baza qoldi. Bular backendda ham bo'ladi. Full stackda bular asli. Yo'qbek, siz ham shu yerda bo'lyapsizmi o'zingizni? Kod yozaman deb o'ylayapsizmi? Backend bilan ham ishlab bilaman. O'zim ma'lumotlar bazasiga ularni olib, ya'ni backendga bog'lab ishlab ko'rganman. MongoDB bilan shunaqa bazalarga ulanib. Diyorbek tushunarli, sizga Ulug'bekingiz aloqaga chiqadilar, natijasini aytadi. Hop, rahmat. Mayli, rahmat. Backend Kamerani yo'qib yuboring. Alo, assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Eshitilyaptimi ovozimiz? Ha, eshitilyapti. Xo'p, Niyozov Bobur Muzaffarovli. Aha. Toshkent davlat universiteti talabasi sirtqi Migrokreditbank aksiyadorlik jamiyati dasturchilar bo'linmasida stajyor. 21-yildan keyin nima qilgansiz? O'zim shug'ullanganman, freelance. Saytda internetda sotganman. Niyozov Boburbek, nima ishlar qilgansiz? O'zingiz haqingizda gapiring. Chet tilini bilish darajangiz qanaqa? Va nima bizga taklifingiz va nima talabingiz bor Uzagra sug'urta aksiyadorlik jamiyatida? O'zim yozaman. Bu yil universitetga kirganman. Xalqaro iqtisodiyotga shu dasturchilikka kirib kelganman. Undan keyin 2020-yil Mikrokreditbankda stajyorlik o'tab, undan keyin 1 yil stajyorlik o'taganman. U yerdan keyin o'zim 1 yildan keyin ketib freelance boshlaganman. Internetda shu saytlarni o'tib, saytlar bitirib unaqa sotganman o'zim. JavaScript, Express.js, MongoDB shunaqa texnologiyadan foydalanib, backend asosida shug'ullanaman. Saytlarni backendini ham qilganman. 3-4 ta sayt. Keyin chet tili bilish darajam ingliz tili IELTS 6.5.
Bizda mutaxassis IT mutaxassislariga bo'lgan talabni qayerdan bilgansiz? 2023-yil aprel oyi Internet yaxshi ishlamayapti. Yo kamerangizni o'chirib qo'ying, internetingiz yaxshi ishlamayapti. Meni gapiringchi. Yo, eshitilyaptimi? Qotib qoldi. Bobur. Yo'q, faqat bizlar tanlagan. Ya, uni internet ishlamayapti. Alo. 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 Bo'lyaptimi? Bobur eshitilyaptimi? Bobur eshitilyaptimi? Telefonlarni ishlayapti. Alo. Eshitilyaptimi ovozimiz? Eshitilyapti, eshitilyapti. Gapimiz chala qoldi. Hop. Ingliz tili darajasi 6,5 ball dedingiz, mana aynisi. Ha, IELTS'im 6,5. Xo'p. Bizdan nima talabingiz bor, nima taklifingiz bor? Men o'zi kompaniyada shu backend yo'nalishi bo'yicha ishlab, o'zimni anaqa maosh olib, sizlarga ham qo'limdan kelgancha yordam berish. Shu backend texnologiyasi Node.js, JavaScript, Express. Ish haqi bermasak ham ishlayverasizmi? Boshlanishiga ha shunaqa. Tushunarli, yaxshi yigit. Rozi bo'lmaydi unaqa narsaga. Ish haqi bo'yicha talabingiz yo'qmi sizni? Hozircha o'zim kompaniyaga moslashib olishda asosiysi, o'shandan keyin o'zim talablarim. Yo'q, biz keyin
bizga 100 million, 150 million desangiz bo'lmaydi. Joylashib oldim. Yo'q, boshlanishiga shu 5-6 milliondan keyin o'zida ishga qarab Natija ko'rsatmoqchiman demoqchisiz, to'g'rimi? ha shunaqa o'zim ko'rsatmoqchiman. Rahmat. Rahmat Ulug'bek aka, sizga aloqaga chiqib natijasini aytadilar. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Sardorbek. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardorbek Xonmi, yaxshimisiz? Bekzod Yaxshi, rahmat. Tak, siz Toshkent axborot texnologiya universitetini talabasi bo'lgansiz. Hozir ham Ha, bitirdingiz. bitirdim. Siz hozir biron joyda ishlamayapsiz, a? Yo'q, ishlagan yo'q. Hop, nima bo'yicha muhandis dasturchi anaqa bo'yicha tugatgan ekansiz. Ozroq o'zingizni shu bilimingiz to'g'risida bizga aytib bering. Qanday, qaysi dasturlar bilan ishlashni bilasiz? Dasturlashni bilasizmi? Qaysi dasturiy ta'minotlarni bilan ishlashni bilasiz? O'qitlaringiz bor. O'shani bilan ozroq bizga ma'lumot bering shu masala bo'yicha. Men dasturlash anaqa data analiz yo'nalishi bo'yicha o'qiganman. Onlayn kurs sotib olib o'qiganman. Udemy'dan. Kamerangizni o'chirib qo'yib gapiravering. Sotayotgan bo'lsa, internetingiz kamerani o'chirib qilsangiz yaxshiroq bo'ladi, ha? Xo'p, ingliz tilini yaxshi tushunganim uchun Udemy'dan inglizcha kurslar sotib olib o'rganganman. Data analiz yo'nalishi bo'yicha SQL anaqa Pandas, Matplotlib o'sha yo'nalish bo'yicha o'qiganman. Shu o'qiganda endi o'rganib, biron xil dasturiy ta'minot yaratishda o'zingiz biron ishtirok etganmisiz yoki biron xil dasturiy ta'minot yozganmisiz? Kichkina bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham, kimlargadir yoki o'zingiz qimirlab yaratganmisiz? Yoki anaqangiz yo'qmi? Tajribangiz yo'qmi? Yo'q, unaqa tajribam yo'q, faqat o'qiganman. Hali amaliy anaqa ishlamaganman, qilmaganman amaliy. Anaqachi testirovщик sifatida-chi biron joyda? Yo'q, anaqa testirovщик sifatida ham ishlab ko'rmaganman. Anaqa hali tajribam yo'qda, faqat o'qiganman. Men demoqchimanki, mana shuncha joyda men institutni bitirdim deyapsiz, keyin har xil kurslarni bitirdim dedingiz, o'qidim dedingiz. O'sha olgan bilimingizni biron joyda sinab ko'rdingizmi demoqchi edim. Bilim endi anaqa uni sinab ko'rganim yo'q, faqat anaqa ish joylaridan chaqirganda suhbatga o'shalar suhbat qilgan bo'ldi. Boshqa o'zim unaqa qilganim yo'q lekin. Bular bilan savol javob qilganman. Bular shu Udemy degan
Ovozimiz o'chib qolibdi, eshitmadingiz menimcha. Savollar. Ha, eshitdim. Sardorbek, birorta loyihada qatnashganmisiz? Aksiyada bo'lsa ham qanaqadir ishtirok etgan Yo'q. bo'lsangiz, kim ishtirok etgansiz? Loyihada ishtirok etmaganman. Faqat o'zim anaqa kursda berilgan vazifa o'shanaqalar bajarganman. Amaliy unaqa Kurs bo'yicha o'qib, o'zingizda sertifikatingiz nimalariniz bor? Udemy degan anaqa bor, onlayn platforma, o'shanda o'qiganman. Complete Web Complete SQL Database degan kurs tugatganman. Zero to Mastery akademiyasiniki. Qanaqa akademiya o'zi? Zero to Mastery degan akademiya onlayn. Hop, mana sizga savolda o'shani endi o'shani bitirdingiz, sertifikat berdi, to'g'rimi? Ha. Sertifikat berishdan oldin sizlarga qanaqadir vazifa beradi, mana shuni bajarishing kerak, o'rganding, mana shuni bizlarga ko'rsat. Unda faqat mavzulashtirilgan anaqa kurs, o'sha mavzuni ichida faqat anaqa beriladi vazifalar, o'shalarni bajarish kerak bo'ldi. Oxirida lekin anaqa vazifa bermaydi, bajarishing kerak degan vazifa berilmaydi. Faqat kursni ichida. Ingliz tilini yaxshi bilaman dedingiz, qay darajada yaxshi bilasiz ingliz tilini? B2 intermediate. Chunki kurslar inglizcha sotib olib o'qiganman-da. IELTS topshirganmisiz? Yo'q, tayyorlanganman, hali topshirganim yo'q. Intermediate demak o'rtacha. Ha, tushunaman. Inglizcha kurslardan tushunaman-da endi. Как бы со словарем deydi rus tilida shunaqa. Bemalol suhbatlashishlarsizmi yoki imенно shu programmalashtirish yo'nalishida o'rganganmisiz ingliz tilini yoki nimami? Men misol uchun oddiy suhbatlashishda ham bemalol o'zingiz fikringizni bildirib, o'zingiz bemalol tushunadigan darajadami ingliz tilingiz yoki mana shu programmalashtirish bo'yicha tor yo'nalishda o'rganganmisiz ingliz tilini? Yo'q, aynan programmalash bo'yicha emas, общий umumiy ingliz tilini o'rganganman. Men programmalashtirishni tor yo'nalishini ham o'rgangansiz. Uni ham tushunaman. Sardorbek, siz Samarqand viloyatida yashaysizmi, Toshkentdami? Samarqand viloyatida turar joy. Toshkentda kvartira turaman-da. Uylanmagansiz-a? Yo'q, uylanmaganman. Kelajakda qayerda yashash niyat? Toshkentdami, Samarqanddami? Toshkentda yashash niyat bor, xudo xolasa. Va uylanmagan ekansiz. Erta indin ota-onangiz "Ke bolam bu yoqqa, men seni uylantiraman, bir bu yoqda yasha endi, bir kelinimiz, nabiralarimiz bilan bir qatta qilaysizlarmi bular?" Yo'q, unaqa yo'q. Bu yerda ham akamlar bor, uyda yashaydi. Men shu yoqda Toshkentda yashash niyatda. Tushunarli. Sardorbek, sizda bormi qanaqadir предпочтение oylik bo'yicha? Qanaqadir struktura o'rgangan bo'lsangiz bo'lsa, lavozim bo'yicha talabingiz bormi? Oylik bo'yicha talabingiz bormi? Qanaqadir bormi? Yo'q, hali unaqam yo'q, bilmadim oyligini. Boshlanishga qancha oylik xohlardingiz misol uchun? Baribir hamma narsa, har bir mehnat oylik bilan oylik to'lanishi kerak har bir mehnatga, to'g'rimi? Siz ham baribir mehnat qilganingizdan keyin o'sha mehnatingizni ga yarasha bir oylik xohlaysiz, oylik maosh xohlaysiz, o'shani baribir o'ylagan bo'lishingiz kerak. Kvartirada turaman dedingiz. Endi uni baribir tekinga hech kim sizga qoplab bermaydi, o'zingiz qoplaysiz. Yurish turishingiz bor, ovqatlanish, kiyim kechak deganlardek, orzu-havas deganlardek. O'shanga qancha birinchi o'rinda talabingiz qancha endi? Boshlang'ich 3-4 million atrofida deb o'ylayman, bilmadim men.
3-4 million bo'lsa. Rozi bo'lasiz, o'tasiz ishga. Aha. Kimda yana savolim bor? Manda savolim. Shuni oldim endi. Bo'lsa Sardorbek sizga rahmat. Bizda mana Ulug'bekni tanisangiz kerak. Ulug'bek Tayyorqulov o'sha anaqa departamentimiz direktori IT bo'yicha. O'sha kishi bilan mana kadrlarimiz siz bilan bog'lanishadi. Xo'p, Nima xo'p. natijalari bo'yicha sizga ma'lumot yetkazishadi. Xo'p, rahmat sizga. Rahmat sizga vaqtingizga. Xo'p, rahmat. Sog' bo'ling. Azamat yaxshimisiz? Ko'rish bersin. Qurbonov Azamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bir shuna kameringizni yoqasizmi? Yaxshimisiz? Otmayaptimi kamera? Rahmat. Charchamayapsizlar? Rahmat. Ali Sunjaylo familiyam kompaniyada rais o'rinbosari bo'lib ishlayman. Bu yerda bizning hamkasblarimiz ham o'tiribdi, komissiyamiz a'zolari. Sizda shu 19-yil Toshkent axborot texnologiya universitetini bakalavr bitirgan ekansiz, Toshkent axborot texnologiyalar universiteti magistraturani ham bitirgan. Xuddi shunday. Mehnat va To'qonsiq Pirt aksiyadorlik jamiyatida boshlagan ekanlar. Har xil joylarda ishlab turib, bugungi kunda 23-yildan beri tashqi iqtisodiy faoliyat milliy banki axborot texnologiya departamenti katta loyiha menejeri lavozimida ishlab turgan ekan. Siz demak Toshkentda turasiz hozir, to'g'rimi? Xuddi shunday. Respublikani bosh ofisida ishlaysiz-a? Aha, shunaqa. Milliy bank. Axborot texnologiya departamenti katta loyiha menejeri bo'lib ishlayotgansiz. Katta loyiha menejeri deganda nima nazarda tutiladi? Project manager. O'zi asli lavozim bo'yicha boshqa vazifa lavozimiga olishgan ishga, lekin funksional vazifalarim, bajarayotgan vazifalarim tizim administratori vazifasini bajaraman. Mana hop nimani bitirgan ekansiz. Sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari yo'nalishida qilgan ekansiz. Bizga nima o'zingizni mana bu IT yo'nalish bo'yicha o'zingizni bir ozroq tajribangiz to'g'risida bizga bir ma'lumot bersangiz, qaysi yo'nalishni bilasiz, qaysi programmalashtirishlarni bilasiz, shular bo'yicha ozroq ma'lumot bera olasiz? Aslida ta'minotlar bilan ishlagansiz. Основной ish faoliyatim davomida sistemli administrator yo'nalishi bo'yicha va axborot xavfsizligi bo'yicha ishlaganman. Shu tizim administratorligi va tarmoq administratorligidan ancha tajribam bor. Tizimlar bo'yicha shu operatsion tizimlar, serverli operatsion tizimlar bo'yicha ishlaganman. Axborot xavfsizligi bo'yicha bir qancha sistemalarda, dasturlarda ishlaganman. Masalan, firewall tizimlari, key control, DLP sistemalarini misol qilishim mumkin. Operatsion tizimlar. To'liq texnik tarafdan, to'g'rimi? Shu texnik tarafdan. O'zingiz
dasturiy ta'minot yaratmagansiz yoki yaratılishida ishtirok etganmisiz testировщик sifatida yoki boshqa sifatida? O'zingiz dasturlashni amalga oshira olasizmi? Qaysidir dasturiy ta'minot tillarini bilasizmi? Java dasturlash tilini o'rganganman. U o'sha studentlik paytimda kichkina dasturlar o'zimga o'sha paytda proyektlar qilganman. Kichkina dasturlar. Masalan, o'sha kurs konvertatsiyasi bo'yicha основной mobillarni qilganman. Приложениyalar kichkina. Keyin ish faoliyatimni lekin bu sohada davom ettirmadim. Endi hozir основной shu tizim administratorligi, tarmoq va axborot xavfsizligi yo'nalishlari bo'yicha ishlayapman. Azamat, hozir biza savol berayotgan backendchilar bilan frontendchilar bilan ham gaplashdik-da, shuning uchun hozir sizning yo'nalishingiz boshqa, biz bilamiz, sysadmin yo'nalishidasiz. Bizda birdan nima deydi, konkret savolga o'taman-da men. Mana bizada Fortinet degan apparat bor. Fortinet degan apparatga har xil tarafdan bizaga hujum bo'ladi, misol uchun-da. Har xil tarafdan hujum bo'ladi, boshqa bo'ladi. Biz o'shani himoyalashimiz kerak-da. Mana ichkarida lokalniy IP adreslarimiz bor, ko'chaga qarab turgan globalniy IP adresimiz bor. Внешний IP adresimiz bor. Shunday qilishimiz kerak, globalniy IP adres orqali kirib kelayotgan atakalarni hammasini ushlab qolishimiz kerak. Shuni nastroyka qila olasizmi yo'qmi? Qila olaman. Next Generation Firewall bo'ladi bu Fortinet apparati. O'sha keyingi avlod firewall tizimi hisoblanadi. Bo'ldi. Buni imkoniyat davomini bilaman-da. Yo'q, zo'r ishlayman. Bu o'sha imkoniyatlari jihatdan juda kengaytirilgan firewall tizimi. Bunda o'sha ichidagi внедрение ichidagi antivirusli sistemalar va o'sha filtratsiya, trafikni filtrlash va boshqa bir qancha funksionalniy обязанностьlar yaxshi taraflari mavjud bo'lgani uchun hozirgi kunda keng qo'llanilib kelyapti. Bundan foydalanishni bilaman ancha. Azamatcha yana bitta savol bor. L1, L2, L3 nimani anglatadi? Bu o'sha tarmoq uskunalarini уровенini. Ya'ni o'sha kanalniy уровень, transport va tarmoq уровеньdagi tarmoq uskunalarini уровеньni bildiradi. Ikkita fizik serverdan bitta klaster tuza olasizmi? Da. Qaysida tuzasiz o'sha? Bu oldin anaqada ESXida qilsa bo'ladi, o'sha virtualniy sistemalarda qilsa bo'ladi. Proxmoxda qilganman. ESXida ham qilsa bo'ladi. Anodi bilasizmi? Dockerlarda. Dockerlar bilan qisman tanishman, unaqa chuqur hali o'rganganim yo'q, to'g'risi. Dockerlar. Siz o'tda ishlab turgan bo'lsangiz, nima sababdan ish o'rningizni o'zgartirmoqchisiz? Milliy bankda ishlab turib. Ko'plar Milliy bankda ishlashni havas qiladi-ku. To'g'ri. Bizda to'g'risi shartnoma edi. GPD. Yo'q, GPX emas. Anaqaga olishgan, lekin o'sha aytganimdek, funksional обязанность bo'yicha boshqa vazifani bajaraman, lekin ishga olish anaqasida boshqa lavozimga olishgan shartnoma bo'lib, u yerda struktura o'zgarishi kerak edi. Boshqa shtatlar ochilib, o'zimni yo'nalishim bo'yicha, o'zimni направлением bo'yicha shtat birligi asosida qayta anaqa qilishimiz kerak edi. Faqat hozircha ular strukturani o'zgartirish va yangi o'sha shtat birliklarini ochishgan yo'q. Shuning uchun boshqa ish joylarimiz oylik talablaringiz qanaqa? Misol uchun, qancha oylik maosh to'lasak siz bizga o'tishga rozi bo'lasiz?
Hozir endi aytda to'g'risi KPay sistemalari bilan qo'shib hisoblaganda 17.300.000 so'm kartamga tushadi. Endi hozirgi xarajatlarimdan kelib chiqib aytadigan bo'lsam, shu 12-15 million atrofida xarajatlarimni qoplay oladi degan oylik maosh ko'rib chiqyapman. Tushunadi. Shular kim savol bo'lyapti? Hali bizni mana Ulug'bek bor, departamentimiz direktori IT bo'yicha kadrimiz rahbarlarimiz bilan bog'lanishadi. Siz vaqtingiz bo'ladigan savollar yo'q. Maqsudbek, Sardor. Rahmat bo'lsin. Qaysi biri? Bor. Rasm. Jumaboyev Jamshidbek, nimani kamerangizni yoqing. Ikkita. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Familiyam rais o'rinbosari ishlayman. Tak, Xorazm viloyati Bog'ot tumanidan ekanlar. Shomat Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent dasturchi. Mas'ul o'qiganlar, talaba ekanlar. 2001-yil kirgan bo'lsangiz, oxirgi kurs talabasiz hozir, to'g'rimi? Bu yil bitirdim, xudo xohlasa. Bitirdingiz. Ha. Qaror hozirgacha talaba deb berganingizga rezyumengizni. Hop, bitirdingiz, muhandis dasturchi sifatida. Hamma bir bizga nomzodlarimiz bilan suhbatlashganda bitta savoldan boshlayapmiz. Qaysi dasturiy ta'minot bilan siz tanishdingiz? Qaysi dasturiy ta'minotlar bilan ishlashni bilasiz? Qaysi dasturiy ta'minotlarda siz qanaqadir programmalar yaratganmisiz yoki biror programmalar yaratilganida ishtirok etganmisiz? O'zingiz uchun biror narsa yaratib ko'rganmisiz? Mana shu o'zingizni shu tajribangiz to'g'risida aytib bersangiz yoki bo'lmasa boshqa yo'nalishda ishlagan bo'lsangiz, IT texnologiyalar bo'yicha o'sha balki tajribangiz bo'yicha bo'linsangiz. O'zim front-end dasturlashtirilishini o'rganganman. Uni ham haligacha o'rganib kelyapman. Bootstrapga yetib qoldik endi, xudo xohlasa. 2 oydan beri tayyorlanibman. O'zimiz kursdoshlar bilan, biladiganlar bilan. Hali bunaqa proyektlarda qatnashib aniq ko'rmadim. Ko'rmagansiz, ishtirok etib ko'rmagansiz. Yo'q, ishtirok etib ko'rmagan. Tillar bilish darajangiz qanaqa? Ingliz tili o'rtacha yaxshi bilaman. O'rtacha bilasiz. Uni biror joyda o'rganganmisiz, o'zingiz o'rganganmisiz? Yo'q, o'zim mustaqil o'rganganman. Ular kurslarga bormagan. Ishni boshlash shu misol uchun
Siz uylanmagansiz? Yo'q. Jamshid uylanmaganlar. 2002 ekanlar. Mana ishni boshlash uchun sizga har bir ishga endi maosh to'lanishi kerak. Maoshga talabingiz qanaqa oylik maoshiga? Qancha misol uchun oylik to'lansa siz shu ishni boshlardingiz? Bilmayman endi haligacha bu joyga ishga kirib ishlab ko'rmadim unaqa. Bilmayman lekin. Endi baribir mana institutni bitirgan bo'lsangiz, как раз talabalik oltin davrim deydi, bu davrdan o'tib bo'lib, mana endi sekin o'zingizni mustaqil hayotga yo'l boshlayotgan ekansiz. Baribir endi odam ishlayman deydi, qanaqadir o'zini xarajatlari bo'ladi. Mana do'stlarim bor dedingiz, bir borasiz, baribir tomosha qilasiz, kiyinasiz. Tog'a salom olishingiz kerakdir ota-onangizga yoki boshqa bir do'stlaringizga. Shunga baribir qanchadir ovqatlanadi odam. O'shanga baribir o'zini qanaqa minimal talablari bo'ladi, o'rtacha talabi bor, maksimal talablari bor. Qancha bo'lsa misol uchun kelardingiz ishga misol. Men hozir sizga misol uchun 1 million desam, nimani o'chirib ketib chiqib ketasiz menimcha. O'sha uchun endi 5 milliongacha bo'lsa boshlanishiga bu yoki boshlanishiga 5 milliongacha bo'lsa rozisiz ishlashga, to'g'rimi? ha. Qolganini Hoji bobom davlatidan olaveradi. Xohlasa. Siz bu yerda Toshkentda turasiz, ha? Ha, hozir ham Toshkentdaman. Tushundim. Ertaga otangiz, onangiz "O'tga bolam uylantiraman, qaytib kel Xorazmga" desalar, ketib olmaysizmi? Yo'q, xudo xohlasa shu yerda qolib, endi shu yerda karyeramni boshlayman deb mana qilganman o'zimga. Xudo xohlasa qolaman shu yerda. Maqsad shu. Jamshidbek, mana bu tatuni siz Xorazm filialini tugatdingizmi yo Toshkentdagini tugatgansiz? Toshkentdagi, ha. Shu хорошо. Maqsud to'g'ri. Ular ustani qilyapti. Tilni o'rtacha bilaman dedi. Rus tilini qanaqa bilasiz? Rus tilini bilmaysizmi? O'rgangan ingliz tili o'rtacha bo'lsa? Yo'q, rus tilini unchalik yaxshi bilmayman. Bizda Uzagro sug'urta jamiyatida ishga kelib nimani kutyapsiz? Nima qilib bermoqchisiz? Nima bilan kelajak videniyingiz qanaqa? Bizni kompaniyada ishlayapsiz masalan deylik. Nimani ko'ryapsiz bizni kompaniyada? Xudo xohlasa yaxshi ishlab, kompaniyaga ham bir foyda tegadigan bir ishlarni qilib, o'zimga ham. Tushunarli.
Shunday savol. Hech kimda savol bo'lmasa agar, Jamshidbek sizga rahmat. Siz bilan mana IT departamenti rahbari Ulug'bek bilan mana kadrimizdan ekranlardan biri bog'lanishadi. Qanaqasi bo'yicha javobini aytishamiz. Sizga katta rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat sizlarga ham vaqtingizni ajratganligingiz uchun. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Ovozimiz eshitilyaptimi? Jahongir, ovoz eshitilyaptimi? Звук, пожалуйста, сделайте. Пожалуйста. Mikrofon o'chiradi. Mikrofon o'chir. Assalomu alaykum. Bekzod ismim, Ahad familiyam, kompaniyada rais o'rinbosari lavozimida ishlayman. Bu kishi 2001-yil tug'ilgan ekanlar, 2024-yil Toshkentский государственный университет информационных технологий, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Shu ikkita institutni bitirgan ekanlar, injener sistema fani yo'nalishi bitirgan ekanlar, ishlari student, ishlari ishlamaganlar, yo'nalishlari shu. Bitdik. Xo'sh, Firdavsbek, qaysi dasturiy ta'minotlar bilan tanishsiz, qaysi dasturiy ta'minotlar bilan ishlagansiz? Biror xil yoki kimgadir testirovщик bo'lib ishlab ko'rgandirsiz, biror narsani yaratgandirsiz, balkim o'zingiz uchun yoki biror narsa uchun ekzamen topshirganda yoki nima qanaqa bir tajribangiz bor? O'sha biz bilan bir bo'lsangiz. O'qish davomida mana oxirgi proyektim дипломный работада, tema mavzuyim общественное питаниеda, Python Djangoda, то есть framework Djangoda veb-sayt yaratganman. Endi bolalar yordamida, bitta o'zim emas. Личный proyektimda setlar bilan ishlaganman. Hubda, то есть hub kommutatorda ishlaganman. Но как бы профессиональный опытом не имеется, так сказать. Qaysi programmalarni bilasiz undan tashqari? Programma qaysi tillarni bilasiz?
tillarni o'sha eng более на данный момент современный tillar o'sha Python Django frameworkda o'sha yozganman, lekin так сказать qiziqishlarim sysadmin, там informatsion безопасность, kiberbezopasность mana shu bo'yicha ko'proq o'zimni shu sohada ko'ramanda. Chet qaysi tillarni bilasiz? Rus tili, o'zbek tili, на уровне пользователей также ingliz tili. Na уровне пользователя deganda siz mana bu направленияni olgansiz, to'g'rimi? Dasturiy ta'minot tili. Mana bu insonlar bilan muloqotda qanaqa darajada bilasiz u tilni? Разговорный ее, технический чтение, так сказать, можно. Biz Firdavs bilan gaplashib olganmiz. Bu asosan shu kiber xavfsizlik yo'nalishini tarafini ketadi, sohasi shunaqaroq ekan. Yaqinda universitet tugatgan, biladigan tili shu Pythonni ozmoz biladi. Shu birinchi navbatda Uzagro sug'urtaga agar ishga kirsangiz, agar nima yo'nalishda yordam berardingiz bizga? Balkim talablaringiz bordir, oylik maosh talablari bordir sizda qanaqadir? Oylik maosh talab hozir so'ramayman, chunki oddiy misol opitim yo'q o'sha hisobiga. No, shu boshida aytib o'tganim, qiziqishlarim shu o'zimni soham bo'yicha рассматриваю по своей специальности более, так сказать, по информационной, по кибербезопасности. Tushunarli. Baribir xohlaymizmi, xohlamayapmizmi, har bir mehnat o'zi to'lanishi kerak-da, har bir mehnatga. O'sha uchun siz qancha oylikdan boshlamoqchisiz ishni? Misol uchun meni minimal talablarim menimcha mana shuncha oylikdan men boshlayman, keyin o'zimni ko'rsatsam oylik maoshim oshadi deb. Baribir odam o'zini minimal anaqasi bo'ladi-ku. Yurish turishi bor, kiyinishi bor, ichib yeyishi bor. Uylanmagansiz-ku. Agar Xudo xolasa uylansangiz, undan ham katta bo'lib ketadi talablaringiz. Chunki oilani boqish kerak, farzand bo'lgandan keyin undan ham nima bo'ladi, talablar oshadi. Shunda для начала так можно, хотя бы на расходы, так можно сказать, хотя бы от 3 миллионов. Наверняка так. Так как среднестатистический по специальности, без опыта, вроде я видел, на стажере там от 3 вроде начиналось вот так. Честно, я не знаю, я сейчас не могу вам сказать какую-то определенную, так сказать, зарплату. Siz kelib chiqib o'zingizni minimal talablaringiz 3 million deyapsiz, to'g'rimi? Да. Siz ko'proq rus tilida gapirasiz. Endi rus tilida 2 yil chetda bo'lib kelgan hisobiga более kommunikatsiya shu rus tilida bo'lgan hisobiga mana shunaqa bo'lib qoldi-da. O'zbek tilida ham gapiraman. Soham bo'yicha o'lab O'qishni Belarusda o'qigansiz, Minskda bo'lgansiz. Da, shaharda. Minsk o'zidami universitet? Ha, o'zida. Oxirgi 2 yil o'tdi, bitirib diplomni bu yoqdan olib keldingiz, a? Diplomni, Belarusdan diplomini olib keldim. Bu yoqnikini уже chiqdi diplom, borib olib kelishim kerak. Endi xolos ertaga boramiz deb, bolalar bilan, kursdoshlar bilan yig'ilib, chunki ertaga chaqirishdi-da bizani diplomni olib ketlaring deb. Belarusskiy universitetda diplomi bizada o'tadimi? Uzr, men bilmayman buni. O'sha o'tadimi yoki buni nostrifikatsiya qilish kerak? Yoki bu o'qishlardir ikkalasi birga. Diplomi yo'qniki ham o'tadi. Toshkent axborot texnologiyalar universitetini ham diplomi уже chiqdi-da. Ertaga borib olib kelishimiz kerak. Chunki bizani ertaga chaqirgan, bizani то есть fakultetda, так сказать. Я понял, что диплом дает, а вот этот диплом работает, да, здесь у нас? Или нострификация? Нет, это же наш твой же направляет. Это два университета. Bu ikkita alohida universitet, to'g'rimi?
Yo'q, bu совместный fakultetda ochilgan, как бы O'zbekiston Государственный университет информационных технологий, Белорусский государственный университет информатических технологий. Ikkita institut bitta bir narsa ochganmi? Nima ochgan? Qanaqa bir Savmist fakulteti bor shunaqa universitetlarda. Shunda baribir ikkita diplom beradi, to'g'rimi? Ha, shunaqa. Bitta mana bu Toshkent государственный университет информатических технологий diplomi beradi, to'g'rimi? U bizada o'tadi. Keyin ikkinchi diplom yana Belarusskiy institutdan ikkinchi diplom ham beradi, to'g'rimi? Shunaqa. Mana shu Belarusskiy instituti diplomi bizada o'tadimi yoki uni nostrifikatsiya qilish kerakmi deb savol Yo'q, beraman. nostrifikatsiya qilish shart emas, o'tadi u diplom. Tan olinganmi? Spiska qiladi. Shuni men endi o'shanga uzr so'radim, bilmayman deb. Uni spiskasini esda ham yo'q, bilmaymiz. Tushunarli. Shunda 2 yil Toshkentda, 2 yil Belarusda o'qiganmiz. Xuddi shunaqa. Bu hamma shunaqami yoki sizlarning fakultetinglar faqat shunaqami? Yo'q, 3 ta fakultet bor edi o'zi. No, как бы yo'da 3 ta fakultet ketgan. Tam plus minus 150 ta 200 ta odam. Yo'q, Belarusga borgan. Да. Orasidan bir 50% как бы там отчисление, 50% amallab bitirganlar bo'ldi-da. Amallab, siz ham amallab bitirdingizmi? Men o'zim o'qiganman. Men o'zimni как бы sohamni o'zim bitta sfera tanlab olganman. O'sha soha bo'yicha ko'proq uglубление berganman-da. Yo, yarimimiz отчисление bo'lgan, yarimimiz amallab bitirgan deganingizga aytyapman-da. Siz ham shunaqa amallab bitirdingiz. Yo'q, chunki orasida o'zimni kursdoshlarim, o'zimni og'aynilarim bor. Qiynalishdi, chunki ular rus tilini ham boshida bilishmasdi-da. O'sha hisobiga. Rus tilini bilgan bolalar amallab tortdi-da endi ularni. Языковой baryer bor. Ular kelgancha yordam qilib. Tushunarli. В принципе, sizga rahmat. Mana Ulug'bek bor, IT departamentimizning direktori, kadrlar departamentimiz ham direktori shu yerda o'tirishibdi. Siz bilan bog'lanishadi. Rahmat sizga vaqtingiz. Rahmat sizlarga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Qoldimi? Kim? Abbosjon. Jahongir yana kiritamiz. Yo'qoring kanalingizda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Abbosjon, yaxshimisiz? Bekzod. Nima deysiz? Bekzod ismim, Ahadov familiyam deyman. Rais o'rinbosariman Uzag'da o'rtada. Aha, tanishganlar uchun. Mana xursandman. Endi 2000-yil tug'ilgan ekanlar. Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidan ekanlar. Toshkent davlat texnika universitetini 2024-yil bitirganlar. 2021dan Texnopark muhandis tahlilchi lavozimidan boshlab shu har xil ishlab turib, bo'shagan ekanlar. Oxirgi ish joylari Target International School IT dasturlash bo'yicha ustoz lavozimida dars berganlar, menimcha tushunishim bo'yicha. Oxirgi ish joylari. Bugungi kunda biron joyda ishlaysizmi? Hozir onlayn dars beraman NetPro IT School'da. Kechki smenada. NetPro IT School dastur bo'yicha. 24-yilgacha yo'lda ishlagansiz. Neofitsialni ishlaysizmi? U yerda частныйda u yer. Rasmiy emas. Xo'p, endi bo'lmasa bizga bir o'zingiz to'g'risida ma'lumotingiz, bilimingiz to'g'risida bir ozroq bir tushuncha bering. Qaysi dasturiy ta'minotlarni bilasiz, nimalar bo'yicha ishlagansiz? Xo'p, mana yosh kadrlarni tayyorlayotgan ekansiz. U yosh kadrlarni tayyorlash uchun o'zingizga ham bir bilimingiz chuqur bo'lsa kerak. Shuning uchun
o'zingiz bironta programma yozganmisiz yoki yozilishda ishtirok etganmisiz? Mana shu kabi bir ma'lumotlar bilan bizlar bilan bo'lishsangiz degan niyatdaymiz. Hop, yana bir bor assalomu alaykum. Ismim Abbos. 24 yoshdaman. Xullas, Hajat ta'limda o'qib chiqqanman. IT yo'nalishini 2023-yilda bitirganman. Undan oldin ham onlayn o'zim o'rganib, mustaqil o'rganganman IT-ni. 2023-yil noyabr oyidan Buxoro Best School'da o'z ish faoliyatini boshlaganman. Unga qadar davlat ishxonasida ishlaganman, Texnoparkda. Undan keyin IT yo'nalishiga o'tganman 2023-yilda. Hop 2023-yil noyabr oyidan boshlab shu IT yo'nalishida ish faoliyatini boshlaganman. Birinchi ish faoliyatim shu uchebniy sentrdan boshlangan, Buxoroda o'zim yashayotgan hududda. Undan keyin o'sha Toshkentda o'qishim bo'lganligi sababli u yerdan aprel oyida yig'ishtirib tugatib kelishga majbur bo'lib, shu yerda kelib, mana shu yerda ishga kirganman. Birinchisi Target International School Sergeli filialiga hamda NetPro IT School Chilonzordagi joylashgan ikkita ishxonaga ishga kirdim, uchebniy sentrda. Hop, Target International School'da 2 oy davomida ishladim. 2 oy ishlashim sababi u yerga o'rindoshlik asosida ishga kirgandim. Ya'ni o'qituvchining o'rniga u kishi otpuskaga ketganliklari uchun o'sha uchun 2 oy davomida ishladim. Ya'ni sentyabr, avgust oyining o'rtasigacha. O'sha avgust oyining o'rtasida u kishi qaytib kelganlari uchun u yerdan bo'shashga majbur bo'ldim. Endi NetPro IT School'da hozirda ham ishlab kelyapman. Kechki smenada onlayn dars berib kelyapman. Hozirchalik asosiy kunlik ish kunliganim bo'sh. O'shanga oylik ish qidirayotgandim. Ya'ni kun davomida asosiy ish qidiryapman. Qisqa ma'lumotlar mana shular. Kun davomida ishga joylashgandan keyin u ishingizni ham tashlamaysizmi? Onlayn dars beraverasizmi? Endi bu asosiy ishimga xalaqit bermasa, uni davom ettiraveramiz. Xo'p, mayli buni berasiz. Anu asosiy savolimga javob bermadingiz. Qaysi programmalashni bilasizmi? Qaysi programmalarning tillarini bilasiz? Qaysi dasturlar bilan ishlagansiz? Men asosan yo'nalishim Python dasturlash, ya'ni Python backend yo'nalishi Python Django asosan. Ma'lumotlar bazasida PostgreSQL. Xo'p, programmalarga keladigan bo'lsak, onlayn magazin, social network, to app qilingan hamda bookstore, ya'ni kitoblar uchun onlayn savdo-sotiq amalga oshiradigan sayt qilingan proyektlar. Siz o'zingiz yaratgansiz ularni? Bir nechtasi o'sha kurs o'qish davomida yaratilgan va bir nechtasi o'zim mustaqil yaratgan. Agrosug'urtaga kelishni asosiy nimangiz nimada sizni, misol uchun bizning jamoamizga qo'shilganingizdan keyin siz o'zingizni qanaqa qilib bizga nima sohada yordam berib nima qilishingizni ko'rib bilasiz? Birinchi o'rinda agrosug'urtaga ishga kirishimdan maqsad karyera, ya'ni o'zimni rivojlanishim IT yo'nalishida hamda o'zimga karyera qilish va sizlarga keltiradigan foydam haqida gapiradigan bo'lsam, o'zimni bilim va salohiyatim, misol uchun 1 yildan oshiq IT yo'nalishida tajribam bo'lsa, o'sha tajribalarda kelib chiqqan holda qanaqa muammo bo'ladi yoki qanaqadir yordam kerak bo'lsa, IT yo'nalishida yoki o'sha sohamizda qo'limdan kelgancha yordam berish maqsadida ishga kirmoqchiman. Misol uchun qanaqadir dasturiy ta'minotlarda yoki programmalarni yaratishda yoki programmalarni yuritishda shunaqa anavlarda agar yordam kerak bo'lsa, misol uchun maqsad shu. Sizni minimal talablaringiz bormi? Minimal maksimal talablar oylik maoshiga yoki boshqa ish nimasida? Chunki bizni o'rgangan bo'lsangiz, bizda davlat tashkilotimiz, bizda normirованный ish kuni bor. 9 dan 6 gacha, ayrim vaqtlarda endi pushlanib qolishi ham to'g'ri kelib qoladi, ish anaqasiga qarab turib. Ayrim paytlarda zarur bo'lsa, shanba kunlari ham, yakshanba kunlari ham 1-2 soat ishga chiqib ketishga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Sababi endi men aytishim kerak, bizda mana hozir 1-sentyabrdan boshlab hamma sug'urta kompaniyalar
sug'urta polislarini o'zini nimasini faqat onlayn yoki elektron tarzda sotilishi yo'nalishiga o'tgandi. O'shanga endi baribir programma ham, boshqa ham, texnika ham endi baribir bir bo'y berishi mumkin, bir dasturiy ta'minotda bir qanaqadir cheklov bo'lishi mumkin. O'shani zudlik bilan bartaraf qilish maqsadida endi onlayn 24 soat uning ichida buzilib qolishi nima emas. Bunga nima deysiz? Oylik maoshga tayyormi shunaqa ishga? Va avvalam davlat ishida ishlab ko'rganman. Bir xil payt yakshanba 7 kun ham ishlagan vaqtlarimiz bo'lgan. Bu payt 6 kun kerak bo'lsa kechgacha ishlagan vaqtlarimiz bo'lgan. Bundan muammosi yo'q. Ish vaqtini. O'sha ishga qarab bemalol nima qilib ishlashga tayyorman. Endi oylik maoshga keladigan bo'lsak, minimal oylik misol uchun eng kami misol uchun hozir o'zim eski ishlagan joyimda oxirgi oyligim 6-7 million bo'lgan. Eng kam oxirgi olgan oyligim. Shundan sal yuqoriroq bo'lsa, boshlanishiga ishlashga tayyormiz. Qancha sal yuqoriroq, endi sizni salingiz biz bilan har xil bo'lishi mumkin-da. Hammani qaratish har xilda. Mashinan. Eng minimal 8 million yoki 7 million shu atrofda. Abbosjon, menda savol borda. Labay Birdan konkret savolga o'taman. Postgresda baza aniq bor. Qanaqa qilib uni men migratsiya qilishim uchun baza aniqdan model yasashim kerak? O'sha modelga beradigan komandam qanaqa bo'ladi? Baza aniq o'zi tayyor turibdi, teskari yurishim kerak. Misol model yaratilgan, to'g'rimi? Yo'q, model yaratilmagan. Naborot baza aniqda tablitsalar yaratilgan, tablitsalar bir-biri bilan связаны. Undan model yasashim kerak. Teskari kelishim kerak. To'g'ri yo'lda bormi? Xo'p, birinchi o'rinda model model faylga kiramiz. Ichiga o'sha tablitsadagi barcha filtrni nomlarini, ya'ni o'sha tablitsa bilan integratsiya qilish uchun har bitta nomlarni bir xil qilib ko'chirib olamiz. Bu yoqqa ya'ni yozamiz, misol uchun ID mi ID yoki name farqi yo'q. Har bir uchun alohida modellar tuzib chiqib, keyin settings fayldan PostgreSQL bazamizda username'ini, name'larini, hostlarini, portlarini har bittasini to'g'rilaymiz. Inspect db deb eshitgansizmi, yo'qmi? Nima deysiz? Inspect db degan komanda. Yo'q, eshitmagan. Bash shuncha aytgan narsangiz bitta komanda qilardida. Eshitmagan. Foydalanib ko'rmagan ekanman, lekin biz faqat bunaqasi yurganmiz-da. Teskarisiga qilmaganmiz. Shu to'g'ri yurgansizlar. Anochi, deploychi. Qaysi serverga? Ubuntuga. Ubuntuga? Ha. Xo'p. Ubuntuga o'zim ishlagan server haqida aytsam bo'ladimi? Yo'q, siz Ubuntuga deploy qilgansizmi, yo'qmi Django'ni? Yo'q, Ubuntuga ishlamagan, Windows bilan faqat. Windowsda qaysi serverga qilgansiz? Render, Heroku, AWS. Bo'ldi. Xo'p. Bo'ldi, boshqa savol yo'q. İngliz tili bilish darajangiz aytmadingiz-da. Ingliz tili darajam pre-intermediate. Pre-intermediate mi? B1. Tushunarli. Sizda bor savol qo'yib yo'q. Tushunarli. Abbosjon, sizga rahmat. IT departamentimizning rahbari o'tiribdilar. HR departamentimizning ham rahbari o'tiribdilar. Siz bilan bog'lanishadi. Sizga rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat. Jahongir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
Nimaga qolmayapti? Biz hali siz bilan ulanmoqchi bo'ldik. Ozroq biraz aloqa yaxshi bo'lgani shakl. internet Yaxshi. ishlayapti. Bekzod bilan hozir prorektor o'rinbosarimmi? Menimcha bundan oldin bergan savollarning hammasini eshitgan bo'lsangiz kerak. Ha, Qayerdan eshitdingiz? shu yonimdagi sherigimdan. Shuni bildimda, abo'ylaringizdan tanidim. Hali bir yigit ham kirdi, xuddi shu joydan shu abo'ydan nima qildi, gaplashdida. Kim edi o'zingiz? Jamshidbek. Ha, mana. Nima siz Jamshidbek bilan qarindoshmisizlar? Familiyanglar ham bir xil ekan. Ha, Nima qarindoshsizlar? aka-ukani bolalarimiz. Aka-ukani amakivachchisizlar. Ha, amakivachcha. U kim yaxshi biladi Akini, sizmi umi? Endi ikkalamiz ham Bir xilmi? ha. Bu Xorazmda o'qigan. Siz Xorazmda o'qidingizmi? Ikkalasi bir xil joyda. Bir joyda o'qidingiz. Bir joyda o'qidik. Xo'p, bo'lmasa, shu siz ham shu savollarga bizga javob bering unda. Qaysi programma tillarini bilasiz, qaysi programmalarda ishlagansiz, biron xil programma o'zingiz yaratganmisiz yoki bironta programma yaratishda ishtirok etganmisiz yoki biron xil programmada testировщик bo'lganmisiz yoki yo'nalishingiz boshqami? Qani shu ma'lumotlarni bir ozroq bering qani. Men ham shu o'zim anaqa qilmaganman, proyektlarda qatnashmaganman, lekin robototexnika bo'yicha bir yarim yil ishladim-da anaqada. Innovatsion vazirligida. Hozirgi norasmiy ishladingiz. Chunki yo'q ekanda. Ha, norasmiy ishladim-da. Robototexnika. Xo'sh. Nima qildingiz yo'lda robotlar yaratdinglar, nima qildingiz? Ha, robot yaratdik, anaqa qildik. O'tgan yil Tatuda 3-o'rinni oldim robototexnika bo'yicha. Qiziq ekan-ku yo'nalishingiz. Hozir siz robototexnikada bo'lib turib, yo'nalishingizni o'zgartirmoqchimisiz? Agar bu yo'nalishda 3-o'rinni olgan bo'lsangiz, qayerda 3-o'rinni oldim dedingiz? Tatu talabalar ichida anaqa bo'yicha. Ha. Intellektual ekansiz, Bo'yicha injenerlik anaqangiz ham bor ekan-da, talantlaringiz ham bor ekan-da sizda. Ha, bor. Baribir u nima robot yaratgansiz? Qani shu bo'yicha ozroq ma'lumot bering. Jamoa ishlaganmiz unda. Nima desam bo'ladi? Unga Jamoaviy 3-o'rinni oldingizmi, o'zingiz 3-o'rinni oldingizmi? Yo'q, o'zim 3-o'rinni oldim Tatuda. Biror narsani yaratganingiz uchun 3-o'rinni olgandirsiz. O'shani so'rayapman men sizdan. Nima yaratdingiz? Yerni anaqa unumdorligini anaqasini o'lchaydigan robot yaratdik-da. Yerimi? Ha. Yer o'lchashda nima, sotig'ini o'lchaydimi, gektarini o'lchaydimi yoki qanaqa ko'rinishdan ozroq bering ma'lumotni endi o'zingiz. Yerda unumdorligini o'lchab chiqadi va sotig'ini ham o'lchab chiqadi. O'sha yerda nima bo'lsa, o'shani aytib beradigan qilib yasadik-da. Endi u qaysi qishloq xo'jalik yerlarimi yoki mana bu uylarning yerlarinimi, kadastr chiqarishdami yoki qishloq xo'jaligida ekinchilik ishlatishdami? Qishloq xo'jaligini. Qishloq xo'jaligidagi. O'zi kerak yordam ekansiz. Monitoring qilish qishloq xo'jaligi. Bu o'sha proyektingizni to'liq o'zingiz ishlab chiqdingizmi? Nima algoritmlar berdinglar, nimaga qarab? O to'g'risi jamoaviy ishladik-da unda. Jamoaviy ishlaganga siz 3-o'rinni oldingizmi faqat? Shaxsiy nimada? Ha. Jamoaga rahbar bo'lganmisiz? Yo'q, rahbar bo'lmaganman. Men ham o'sha anaqa bo'yicha qatnashganman.
Ha, jamoada nechta ishtirokchi bo'lsa, hammasi 3-o'rin olgan, to'g'rimi? Endi tatuda bitta o'zim o'qiganim uchun men o'zim topshirdim-da tatuga shu bo'yicha yil talabasi bo'yicha. Tushunarli. Oylikka talablaringiz qanaqa? Biz bilan misol uchun ishlashni boshlasangiz, xudo xohlasa, qancha oylik bersak kelardingiz bizga? Shu boshlanishiga 3-4 million bo'lsa ham bo'lardi. Keyin o'sha bir texnikani ishlatib fermerlari bor, fermerlardan keyin daromad oladi. To'g'rimi? Hozir o'shani proyekt 3-o'rin olgan proyektingizda jamoaviy ish bo'ldi deyapsiz. Sizni vazifangiz nima bo'lgan o'sha jamoaviy ishda? O'sha mana shu yaratishingizda unumdorligini aniqlash, texnologiyasini tuzishingizda siz nima vazifani bajargansiz? Robotni ofisga yig'ish bo'yicha shug'ullanganman и qanaqasi bo'yicha 3D modellashtirish bo'yicha. Algoritmini kim yozgan? Algoritmini bitta bola yozgandi. Siz faqat texnik tarafiga javob bergansiz, o'shani yig'ganmisiz siz qurilmalarni? Ha. Injener bo'lish sifatida. Injener texnik sifatida, ha? Da. Hop, kelgusida nima, qaysi yo'nalishda o'qib chiqmoqchisiz yana? Bu robototexnikaga ishonyapsizmi yo boshqa yo'nalishda ishlab ko'rmoqchimisiz? Yo'q, o'zim yo'nalishim bo'yicha ketmoqchiman. Nima edi o'sha o'zi mana shu robototexnikami? Yo'q, programmist. Qaysi yo'nalishda? Backend, front-end. Front-end. Bu tushunarli. Savollar bo'lmasa agar ertaga siz bilan ertandan muhokama qilganimizdan keyin mana kadrlarimiz bilan IT departamentimiz siz bilan bog'lanishadi. Sizga rahmat vaqt ajratganingiz uchun. Rahmat, sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p, rahmat.